12 dollardan oke 1 kvadrati uchun 100 kvadrat birinchi etajda. 7 dollardan 1 kvadrati uchun podval qismimizda 332 kvadrat. Toshkent tumani Keles mana hokimiyatda shunday yonida joylashgan mashina Nostroykamizning xohlasangiz birinchi qavatini 100 kvadrat, xohlasangiz podvolini 332 kvadratni 7 dollardan olsangiz bo'ladi. Ichkariga kiramiz, ichini bitta ko'rsatib o'taman. Birinchi qavatimizning oke remontlari to'liq pod ключ bitirib qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek oppoq remont, patolog, hamma narsasi tayyor. Bu degani siz birinchi kundan kelib bemalol ishni boshlay olsangiz bo'ladi. Panoramli oynalar oldi tarafda, ko'rayotganingizdek orqa hovlimizga tarafga bo'lsa ham oynalari chiqqan. Podyezddan kiraverish eshik, bu yog'imizda sanusiz. Alohida kirish podvalimizga domimizning yon tarafidan qilingan. Ko'ryapsiz, xuddi shunaqa open space, patologlari yaxshi baland. O'zi okam bu joyi fitness klub uchun mo'ljallagan ekanlar. Endi albatta siz ham o'zingizni biznesingizdan kelib chiqib qolasiz. Men sirazi kirishim bilan aytdim, bitta idealniy tex tushadigan joy ekanini aytdim. Tex chunki qilib qo'ysangiz, qarang sharoit yaxshi-da, konditsionerlar, hamma narsa uchun sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. Ikki yoq taraflama podyezddan kiradigan eshigimiz bor va nimaga fitness uchun mo'ljallangan dedim. Bu yerda bizani ikkita dush, ikkita sanuzelimiz 100% to'pli pollarigacha bitgan. Okey, narxiga juda yaxshi joy. Birinchi etajini showroom qilib, pastda xullas sklad ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Proxodimizdan ham juda yaxshi ekan. Mashinalarni qatnoviga, xullas do'kon qilib qo'ysangiz ham menimcha zo'r bo'lib ketadigan joy. Primoy o'rta kashlasiz joyi egasini telefon raqamlarini yozib qoldirdim.